Xullas kelganda bu $10 to'g'ri o'rnatish va to'g'ri ishlash haqida videolarni shu videoni yaxshilab ko'rib olsanglar, sizlardan o'zim tushunadigan odam qolmaydi. Xullas kalom. Kalt ko'pga qolasizlar, ilovani o'rnatasizlar, o'rnatib chiqasizlar. Xavfli ilova bloklandi deb Play Protect bloklab qo'yadi. O'shancha o'qib bosib olsanglar, ilova o'rnatilmadi deb chiqadi. Bu paytda nima qilish kerak? Mayli hech kimga ilova o'rnatilmayapti-ku, ishlamaydi ekanda deb magazin chiqmaslik kerak edi. Mana mana shundan Play Protect kirasizlar. Videoni yaxshilab ko'rib olishinglar kerak mana. Bu yerda o'chirib qo'yasizlar, falslantirish qilsanglar. Endi kiramiz, qaytadan o'rnatamiz. O'rnatib chiqamiz. Mana ochish qilamiz uni. Sizlar o'rnatildi bu yerda. Ko'pga qo'ygan bo'lsangiz, bu yerda kerakli ruxsatlarni boshqa ilovalar ustidan ochish albatta kerak. Bu yerda ruxsat beramiz. Keep passage. Bu yerda ruxsat beramiz yana. Okay. Xo'p, bu yerda mana install bosamiz. Obu file not found deyapti. Nima qilish kerak buni payt? Mana shuni chiqib ketamiz. Pulni. Obu file not found deydiganlar uchun mana shu ko'pchilik so'raydi mana shu narsani. Shunaqa deyapti. Mazmun sizga o'radi, ishga yozib mana cache tozalash qilamiz. Loader cache tozalab kiramiz. Qanaqa muammo bo'lsa ham shuni cache tozalab boshqatdan kirsanglar bo'ldi. Install qilamiz endi. Mana installation is complete deyapti. Xullas kalom. Mana shunday cache tozalab kirishlik kerak bo'ladi. Agar obu file not found deyotgan bo'lsa, bo'lmasa bu ham yordam beradi. Telefonlarga bitta перезагрузка berasiz, o'shanda yordam beradi. Men hozir ko'rdinglar, shu bosdim, sразу же bo'ldi. Launch bosamiz endi. Complete bo'lgandan keyin. Xo'p, bu